Kamron aka, meni bo'yim 183, vaznim 110 kilogramm. Men ortiqcha vaznni qaysi darajasiga kiraman va bu noto'g'ri ovqatlanishdan kelib chiqadimi? Bu qaysi darajaga kirishini keling birgalikda hisoblab ko'ramiz. Buning uchun bo'yingizni 2 karra ko'paytirib, uni vazningizga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Shunda bizda bo'y vazn indeksi hosil bo'ladi. Shunga qarab, semizlik darajasi nechinchi darajada yoki semizlik bor yoki yo'qligini bila olsak bo'ladi. Hisoblashimiz bo'yicha sizda semizlikning 1-darajasi mavjud. Endi esa bu semizlikning 1-darajasi sizga qanday kelib chiqqan, nima asosda kelib chiqqanligini bilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun esa laboratoriya tekshiruvlarga murojaat qilishingiz kerak. Demak, ortiqcha vazn har doim ham noto'g'ri ovqatlanishni natijasida kelib chiqmasligi ham mumkin, to'g'rimi? Shunday. Bu asosan jinsga bog'liq, erkaklarda va ayollarda har xil bo'ladi. Masalan, erkaklarda noto'g'ri ovqatlanishdan yoki stress oqibatida kelib chiqishi mumkin. Ayollarda esa gormonal buzilishlar va jinsiy muammolardan kelib chiqishi mumkin. Buni davosi bormi? Albatta, buning davosi bor. Buning uchun esa sizga qat'iy intizom kerak bo'ladi. Agar sizda ham ortiqcha vazn bilan muammolar bo'ladigan bo'lsa, siz endokrinolog huzuriga borishingizni tavsiya beraman.